Epstein haqida eshitdingizmi? Bu video aynan shu haqda. Jeffrey Epstein shunchaki boy odam emas, u xalqaro odam savdosi tarmog'ini boshqargan o'ta xavfli jinoyatchi edi. U nafaqat AQShdan, balki Yevropa va Rossiya kabi davlatlardan yosh qizlarni aldab olib kelgan va ularni jinsiy ekspluatatsiya qilish orqali butun dunyoni qamragan jinoyat zanjirini qurgan. Bu shunchaki boylar o'yini emas edi. Epsteinning qora daftarda nafaqat AQSh prezidentlari, balki Isroil, Saudiya Arabistoni va Fransiya kabi davlatlarning yuqori lavozimli shaxslari bor edi. U o'zining hashamatli uylarida Bill Clinton, Donald Trump va Britaniya shahzodasi Andrew kabi qudratli insonlarni taklif qilib, ularni yashirin kameralarga muhrlagan. Bu uning dahshatli shantaj imperiyasi edi. Lekin eng dahshatlisi adolatning sotib olingani. 2008-yilda uning jinoyatlari isbotlansa-da, u o'zining milliarder advokatlari yordamida maxfiy kelishuv plea deal tuzishga erishadi. Tarixda AQSh huquq tizimidagi eng katta sharmandalik sifatida kirgan bu hujjat tufayli og'ir jinoyatchi Epstein qamoq o'rniga shunchaki ishga borib kelish rejimidagi kulgili jazo bilan qutulib qoladi. Bu voqea butun dunyo oldida bitta savolni qo'ydi. Nahotki pul qonundan ustun tursa? 2019-yilda esa sirli yakun yasaldi. Boisi Epstein qamoqda o'lik holda topilgan. O'sha tunda kuzatuv kameralarining o'chib qolishi va qo'riqchilarning uxlab qolishi tasodifmi yoki kimdir uning gapirishini xohlamadimi? Bugun ochiqlangan fayllarda hali ham ko'plab ismlar yashirilmoqda. Sizningcha